Tracker 2 Xitoy variantida shu datchikka almashtirish uchun qayerlarga e'tibor berib ochish kerak? Mana ko'ryapsizlar, Xitoy variant. Karteri ochganmiz. Agar bu datchik kompyuterga eshibga beradigan bo'lsa, siz karteri o'zini ochib almashtirsangiz bo'ladi. Agar siz kabelda gumoningiz bo'ladigan bo'lsa yoki kabelni almashtiradigan bo'lsangiz, albatta oldi kirishgani ochasiz, ya'ni oldi sanli kirishgani ochasiz. Buni yechish uchun rimillarni yechasiz, kirishkalarni dinam natijasida yechasiz, oldi kirishga ochiladi. Buni yechayotganda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Karteri, ya'ni egilib qoladigan bo'lsa, salga egiladi, yog' oqadigan qoladi, boshqa karter qo'yishga to'g'ri keladi. Juda ham noziklik bilan harakat qilasiz. Ko'rishingiz mumkin, datchigimizni almashtirdi, xudo xolisa kompyuterdagi eshibkalari o'chadi. Shu datchik haqida siz qanchalik ma'lumotga egasiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Hop, albatta bu mashinalarga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak, juda ham nozik. Har bir joyga e'tibor bermasangiz, qanaqadir shikast yetib, lishniy zarar olib kelishiga sabab bo'ladi. Videoga bitta like bosib, ustalarga yoki Tracker Xitoy minadiganlarga yuborib qo'ying.